Har yili Yer sayyorasi qariyb 24 milliard tonna tuproqning ustki unumdor qatlamini yo'qotmoqda. Butun yo'qotishlarning yarmidan ko'pi Hindistonda 6 milliard tonna, Xitoyda 3,3 milliard tonna, AQShda 3 milliard tonna, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligida 3 milliard tonnaga to'g'ri keladi. Qalinligi bor yo'g'i 1-1,5 sentimetr bo'lgan unumdor tuproq qatlamining tabiiy ravishda hosil bo'lishi uchun 100 yildan ortiq vaqt talab etiladi. O'zbekistonda yildan yilga tuproq unumdorligining pasayishi kuzatilmoqda. 1990-yildan 2020-yilgacha bo'lgan davrda tuproq tarkibidagi gumus miqdori 10-15% ga kamaygan. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan 2018-2024-yillarda olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra 21,4 million gektar yaylov va pichonzorlardagi 13% maydon 2,4 million gektar degradatsiyaga uchraganligi, 32% yaylovda o'simliklar qoplami keskin kamayib borayotganligi aniqlangan. Hozirgi kunda bizda 4 million 200 ming gektar sug'oriladigan yerlarimiz mavjud bo'lsa, albatta ushbu yerlarimizni 47% da sho'rlanish holatlari kuzatiladi va bu sho'rlanishga qarshi tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bugungi kunda yaylovlar haqida gapiradigan bo'lsak, yaylovlarimizni 13% da degradatsiya holatlari kuzatilmoqda. Va buni oldini olish va uni mahsuldorligini oshirish bo'yicha ham O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasida alohida tadbirlar belgilangan. Va bu bilan biz o'sha yaylovlarda o'simlik qatlamini ko'paytirishga qaratilgan tadbirlarimizni aytib o'tishimiz mumkin. Markaziy Osiyoning yuragida joylashgan O'zbekiston qadimiy dehqonchilik an'analari zamonaviy sinovlar bilan yuzma-yuz kelayotgan mamlakatdir. Bu yerda ayrim fermerlar barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlarini joriy etishda haqiqiy yangilanish boshlab, butun mintaqa uchun yangi yo'nalishni shakllantirmoqda. Asrlar davomida qishloq xo'jaligi bu yurtning eng ishonchli tayanchi bo'lib xizmat qilib kelgan. Biroq iqlim o'zgarishi kuchayib, suv resurslari tobora kamayib borar ekan, an'anaviy usullar endi avvalgidek yuqori hosil bera olmasligi tobora ravshan bo'lyapti. Bu tuproqni muhofaza qiluvchi va resurslarni tejovchi qishloq xo'jaligi amaliyotlari haqidagi hikoya. Bu faqat ekinlar qanday yetishtirilishini emas, balki o'zgarayotgan dunyoda butun jamoalar qanday yashashi va rivojlanishni ham o'zgartirayotgan harakatlar tarixidir. Men o'zim yoshim Xudo xolasa 41 ga kiraman. Xotinim bor, 5 ta farzandim bor. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Savsan qishlog'ida tug'ilganman. Otam o'zi dehqon bo'lgan. Ham mexanizator, ham dehqon. Eski shu dehqonlardan biz yoshligimizda pomidor, piyoz yetishtirardik. Pomidor bilan piyozga ko'p mehnat qilganmiz. Shu mehnatdan tug'ilganmizda, mehnat ichida tug'ilib katta bo'lganmiz. Shu halol ishlab, halol topib. Qashqadaryo viloyatining
Qamashi tumanida faoliyat yuritayotgan fermer Jamshid Achilov so'nggi 6 yil davomida to'g'ridan to'g'ri ekish, ekin qoldiqlarini dalada saqlash va ekinlarni diversifikatsiya qilish kabi qishloq xo'jaligida muhim va zamonaviy o'zgarishlarni joriy etib kelmoqda. Bu pishiq bu. Juda pish bo'ldi-da meni. Yerga ishlov bermay, mana qayroqda shunday bo'lib bug'doyimizni mana ekishni boshladik. O'tgan yilgi no'xat akti o'rni. O'tgan yilgi shu haligi hashak no'xat joyi, shundaymi? Hashak no'xatni o'rni. Mana yerda o'zi mana nam bo'lib turibdi-da mana. Hashak no'xat mana qaviqlar mana. Qo'l bilan bemalol nima qilsa bo'ladi. Chunki haydalmaganda bu mana o'simlik qoldiqlari bo'lgani bu namlikni ushlayapti-da bu hozir bu yerda. 6 yil avval Jamshid o'z dalalarini haydashni to'xtatdi. O'shanda uning qo'shnilari va tanish fermerlari uni aqldan ozgan deb o'ylashdi. Ammo endi mana shu yerga e'tibor bering. Tuproq haqiqiy ma'noda jonlanib ketgan. Unda namlik ancha yaxshi saqlanadi va yomg'ir chuvalchanglari ko'paygan. Eng muhimi esa Jamshidning dehqonchilik xarajatlari 30% dan ortiq kamaygan. 100-110 kilo atrofida ekadi hozir. Shunday. Ekish chuqurligi qancha bo'ldi? 5-6 sm. 5-6 emas, 5-6 dan sal chuqurroq. Sal chuqurroq qilamiz. 5-6 dan keyin miqdorini mana bu kamaytir 100 ga qo'y. Bir yili sayozroq ekilmas aka, 3-4 sm ga. Bir yomg'ir bo'lib o'rtada nima bo'luvdi-ku? Hammasi chiqdi. Chiqqandan keyin nam o'rtada bir yomg'ir bo'lmadi, ana yog'may, shunisi chatoq bo'ldi. 50%, 40% patira qildim-da. Ana shu narsa nima kerak endi? Chuqurroq ekamiz. Shuning uchun sal chuqurroq ekamiz. Chuqurroq eksak, ertaga misol uchun yog'ingarchilik ozgina bo'lsa, urug' chiqishini ham bilmaydi. U yetarli darajada, masalan, 50% lik namlikni olmaydi. Zo'r. Bo'ldi. 6-7 sm atrofida chiqadi. Bu 6-7, bu yaxshi. Mana shu o'simlik qoldiqlari bu yaxshi ushlab turibdi-da hozir. Endi haligi 10 tezlikda haydayverasan, o eng kam 10 tezlik bo'lsin soatiga. Boshladik. Bunday yerlarda hashaklar qolish kerak. Mana chirindilarda yerda qolgan mana shu chirindilar yerlarni yopib turish kerak. Yerlarni yopib tursa, yer nam saqlanishi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, qirg'oqchilik yillari kelsa ham, og'ir yillar kelganda ham bizning yerimizdan hosil olsak bo'ladi. Yerni yaxshilab qarasang, yer elni boqadi, yer ro'zg'orni boqadi ular. Buni orqasidan yaxshi daromad qilamiz. Nonsiz hayot yo'q-da, o'g'lim. Nonsiz, suvsiz hayot yo'q. Bu non, biz hozir faqat non bilan shug'ullanyapmiz.
Jamshid kabi fermerlar bir nechta ekin yetishtirish orqali xavflarni kamaytirib, tuproqning sog'lomligini yaxshilamoqdalar. Bizda mana shu almashma ekish bor. Bug'doy ekkan yerimizga o'tgan yili bug'doyga aralashtirib hashaki no'xat ekkanmiz. Hashaki no'xat o'zidan yerga 50 kilodan 120 kilogacha ammofos tashlab ketar ekan. O'shaning hisobiga ham yerda qushlanish, o'sha oziqa yetarli bo'lar ekan. Bu texnologiyani qo'shni fermerlarimiz shu tarzda eksa, biz mana shu qurg'oqchilik yillari ham qiynalmasdan o'tib olamiz. Bemalol o'sha hosilni olamiz. Ikkinchidan yerni unumdorligi saqlanib qoladi. Qishloq xo'jaligida qishloq xo'jaligi ekinlarini diversifikatsiya qilish nafaqat atrof muhitga o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatadi, tuproq sharoitini, sifatini yaxshilaydi, balkim shu bilan birgalikda qishloq xo'jaligi ekinlarini diversifikatsiyasini tashkil etish bu iqtisodiy samara ham beradi. Buning asosiy yutuqlaridan biri ichki yoki tashqi bozorda qishloq xo'jaligi ekin turlarini yoki qishloq xo'jaligi ya'ni mahsulotlarini bozorimizda ta'minotini ta'minlashga ham o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Va shu bilan birgalikda yurtimizda va global miqyosda ham mana shu yangi agrotexnologiyalarni shu bilan birga o'sha diversifikatsiyani tashkil etganda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Har bir tomchi suv muhim bo'lgan qurg'oqchil hududlarda innovatsion suv yig'ish texnologiyalari bilan unumdor bog' yaratish mumkin. Ushbu yarim dumaloq ishlanmalar tez oqib ketadigan suvni ushlab qoladi. Suv tuproq qaplamiga chuqur kirib, daraxt ildizini kerakli miqdorda suv bilan yog'inlar tugagandan so'ng bir necha oy davomida ta'minlaydi. Har bir yarim oy to'siq o'z hajmidan 10 barobar ko'p suv yig'ishi va yomg'ir suvini kerakli joyga to'plashi mumkin. Yarim oy shaklida qilingan sxemamiz, shu yerga to'planadigan yog'ingarchilikda hammasi hisob-kitobga olingan, qancha suv to'planishi, masalan, qancha yog'ingarchilik bo'lganda qancha namlik to'planishi, shunga qarab qilinayotgan ishlarimizdan bittasi. Bu bir-biridan xalaqit qilmaydigan suvlar ketib to'planadigan joylar bilan qilingan. Mana shu yerdan keladigan yog'ingarchilikni shu yerdan to'g'ri foydalanish maqsad shu mana shunday joylarga suvlarni to'plab namni saqlab qolish. O'sha namni bu yil masalan qanday yil kelishidan qat'iy nazar daraxtimizga yetadigan nam bo'lish kerak-da, xudo xolasa. Dala qanday? Dala. Bu baraka. Xirmonga baraka. Baraka. Dala qanday? Yaxshi, xudoga shukr bo'ladi. Manalar bor, qalin ekan, mana qalin. Bu yil hosildorlik
Oddiy usulda ekin yetishtiradigan Jamshidning qo'shnilariga nisbatan 50% ga baland. Xarajat esa 30% ga kamaygan. Hisoblash oddiy. Lekin har bir usulning haqiqiy foydasi hosildorlik bilan emas, ushbu usulning barqarorligi bilan aniqlanadi. Mana hozir qarasak, mana shu yerda o'zida bir 40 ta mana nima don turibdi-da, 40 ta don. Keyin yana donlarga e'tibor berib qarasak, donlarimiz to'la. Shaffoflik degan narsa bor, shishasimonlik deymiz biz. O'sha shishasimonligi ham yaxshi. Bu har tomonlama o'zini ko'rsatyapti. Mana shu bug'doyimizni ham hosildorlik jihatdan yaxshi bo'lganligi, ham don sifati tomonidan yaxshi bo'lganligini ham ko'rsak bo'ladi. Yerga ishlov bermasdan ekkanmiz, o'g'it me'yorini to'g'ri qo'yganmiz, ekish me'yorini to'g'rilaganmiz. Bularning hammasi bir joyda jam bo'lib, oxirgi natija bug'doyni donini hosildorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. Mana hozir qarasak, mana tuprog'imiz, mana. Tuprog'imiz hali ham o'sha tuproqda nam bor. Shunday. Bu tuproqdagi namni borligi shu donni to'la bo'lishiga mana shu ham sababchi. Shu donimizni to'la bo'lishi hosildorlikni belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Jamshid boshqalarga o'xshab hosil yig'ib olingach, somonni yoqib yubormaydi. Somon tuproqqa ko'rpa bo'lib xizmat qiladi. Tuproqni shamol va quyosh nuridan himoya qiladi. Somon qoldiqlari tuproqda chirib, keyin ekinga ozuqa bo'ladi. Mana ko'rib tursiz, juda ham qattiq o'sha namlik lapatga o'tadigan darajada emas. Shuning uchun biz bu yoqdan o'sha namlik chiqmagandan keyin kovlashni to'xtatdik. Bir xil dala, yonma-yon dala, ekin turi ham bir xil, hamma tomoni bir xil, ozuqalari ham bir xil, iqlim sharoiti, tuproq sharoiti hammasi bir xil, lekin ko'rib turibsiz, o'simlikning o'sish va rivojlanishida ancha farq bor. Bu yoqda hozir mana bu namlikni aniqlovchi sensor 7-6 ko'rsatyapti-da. Bu degani o'simlik so'lish namligidan ham tushib ketgan namligi. Tuproqdagi gektariga suv zaxirasi taxminan 1200 metr kub. Bu degani juda past ko'rsatkich bor deganida. O'simlikning o'sish va rivojlanishida ham qancha farq bo'lganini ko'rib turishingiz mumkin-da. Sababi nimada? Faqat bittagina texnologiya ekish uslubi yerga ishlov bermaslik bilan farq bo'lgan. Endi savol tug'iladi-da, bo'pti, bitta yerga ishlov bermasa shuncha farq bo'lib ketadimi? Deyish mumkin-da savol. Ha deb javob beramiz. Nima uchun desangiz, yerga ishlov bermaganingizdan keyin bunda tomirlar saqlanib qoladi-da. O'zi tuproqni himoya qiluvchi va tuproqni resurs tejovchi texnologiyalar 3 ta narsa kiradi-da. Birinchisi yerga ishlov bermaslik, ikkinchisi o'simlik qoldiqlarini qoldirish, uchinchisi esa almashlab ekish. Mana bu biz yerga ishlov bermadik. O'simlikning ildizi qoldi, undan tashqari o'simlikning qoldiqlari ham bu yerda qolgandan keyin yerni usti nima tabiiy darajada qoplanadi, ya'ni mulchalanadi. Mulchalash bo'lgandan keyin ustida somon bo'lgandan keyin, ya'ni yerdagi bo'ladigan evaporatsiya, tuproqdan bo'ladigan bug'lanish kamayadi o'zidan. Undan tashqari, yana tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, azotli o'g'itlarni o'simlik tomonidan foydalanish koeffitsiyenti oshib ketadi. Sababi nima uchun desangiz, tadqiqotlarda sof holda 200-250 kilogramm gektarga berilsa, misol uchun aytaylik, g'o'za misolda olaylik uni, berilsa, uni faqat o'simlik 40% ni o'zlashtirar ekan, qolgan 60% atmosferaga uchib ketar ekan. Nimani hisobiga? Yerda qoplama bo'lmaganligi hisobiga-da. Biz bu yerda o'simlik qoldig'ini qoldiryapmiz, shuni hisobiga bug'lanish kam bo'lyapti va bu o'simlikni azotli o'g'itlardan foydalanish koeffitsiyentini oshiryapti-da. Endi yuringlar, hozir narigi dalaga boraylik. Yana olamiz. Mana ko'rib turibsiz. Farqi bir 50-60 metr. Absolyutna, mutlaqo
bir xil tuproq sharoiti. O'g'it me'yori ham hamma narsasi bir xil. Lekin u aytib o'tganimdek, yerga ishlov bermasdan to'g'ridan to'g'ri ekish uslubi bilan ekilgan bu uslub. Bu uslub bu yil ayniqsa o'z ifodasini yanada amaliy tarzda topdi. Nimaga desangiz, aprelning oxirgi 10 kunligi va mayning boshidagi issiqlik anomal issiq bo'ldi bug'doylar uchun. Ya'ni odatda bunaqa issiq bo'lmas edi. Shuning uchun bu paytda nima bo'ldi? Yerdan evaporatsiya kuchli bo'ldi. Va buning natijasida o'simlikdan ham o'sha paytda transpiratsiya bo'ladi. Lekin yerda yetarlicha namlik zaxirasi bo'lmaganligi uchun mana ko'rib turibsizlar, o'simliklar qovjirab o'smay qoldi. Lekin bu uslubda yerdagi namlik zaxirasi katta. Shu nuqtai nazardan nima bo'ldi? Bu yerda yetarlicha o'sib, unib rivojlandi. Hozir biz yana bir amaliy isbotini ko'rsatish maqsadida bu yerdan bir kesma kovlaganmiz. O'sha kesmani hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana namlik sensori. Bu degani quruq vazniga nisbatan 17% desa, misol uchun 1 tonna tuproqda 170 litr suvni tutib turibdi deganda bu. Bu hozir 50 santimetrdan olingan tuproqlar. Ya'ni buni hisoblasangiz, hektariga taxminan 2800 metr kub suv zaxirasi bor degan. Shu sharoitda ham bizda bu yil harorat keskin ko'tarilishiga qaramasdan mana shu hududlardan 1,5-2 tonnadan hosil olindi-da. Lekin xuddi qo'shni dalalardan 5 sentner hosil olindi. Uzog'i 10 sentnergacha borishi mumkin gavjum joylarda. Lekin bunaqangi hosildorlik ularda bo'lgan yo'q. 20 yildan beri shu texnologiya bilan shug'ullanyapman-da. Fermerlarimiz aytadi, faqatgina mahsulotni, qishloq xo'jaligi ekinlarini biz shudgor qilib yetishtirishimiz mumkin deydi. Chunki ishonmaydi. Ular aytadi, o'g'it begona o'tlar bosib ketadi deydi. Shuning uchun shu ko'pincha fermerlarni olib borib ko'rsataman-da mana. Mana bu haydalgan yer, begona o't bor. Bu haydalmagan yer, begona o't bor. Qani farq? Ikkalasida ham bor. Aksincha, agar yerga ishlov bermasdan ekish texnologiyasini sekin-sekin fermerlar joriy etib borsa bor-ku, u begona o'tlarni biz kamaytiramiz. Nimaga? Chunki begona o'tlar masalan bir marta tuproq tagiga tushdimi, o'sha tuproqni tagiga tushgan bo'yicha qoladi, chiqmaydi. Biz nima qilamiz? Shudgor qilgan paytimiz tuproqni tagiga tushgan urug'lar tepaga chiqaramiz bizlar. Ikkalasini o'zimiz almashtiramiz, sun'iy almashtiramiz. Bizni holda tabiiy bo'lganligi uchun tuproq tagiga tushgan urug' boshqa chiqmaydi. Ana shu tomoni bilan biz yutamiz. Mana Braziliyada oxirgi masalan 40 yilda yerga ishlov bermasdan ekish texnologiyasi joriy etgan fermerlar gerbitsidni ishlatadigan miqdorini kamaytirishdi. Nimaga? Chunki begona o'tlarning soni ham kamaydi. Begona o'tlar turlari ham kamaydi. Aynan mana bug'doy bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bug'doy masalan kuzgi ekin bo'lganligi uchun o'sha begona o'tlar, o'sha paytda chiqqan begona o'tlar hammasi kuzda o'lib ketadi, qishlab o'tmaydi. Qishlovdan o'tmagandan keyin bahorga kelganda bug'doy o'zi yaxshi o'sadagina bug'doy o'zi qisib tashlaydi. Bu texnologiyaning asosi seylkada. Agar seylka bo'lmaydigan bo'lsa, bu texnologiyani joriy etib bo'lmaydi. Chunki seylka mana bunaqa qattiq yer bor-ku mana. Mana shunaqa qattiq yerga kiradi-da bu. To'g'ridan to'g'ri ekish texnologiyasi nimaga biz yaxshi deyapmiz? Chunki bu tuproqda namlikni yaxshi ushlab turadi-da bu. Aynan lalim yerlarda namlikni ushlab turilishi biz uchun juda ham muhim. Chunki biz bu yerda barcha narsa osmondan tushadigan yog'ingarchilikka qaragan. Yaratgan bizga beradi, o'sha bergani bo'yicha ishlaymiz. Bermasa bo'ldi, hech narsa qilmaymiz. Lekin biz hech narsa qilmaymiz deb o'tirishimiz kerak emas-da. Bu texnologiya O'zbekiston uchun an'anaviy bo'lgan paxta yetishtirishda ham samara bermoqda. Yerni haydamasdan urug' ekish fermerlarga ekinni kam xarajat bilan yuqori rentabellikka erishish imkonini beradi. Shu bilan birga tuproqqa zarar yetkazilmaydi, suv tejaladi va atrof muhit ifloslantirilmaydi. Bu selkamiz boshqa selkalarga qaraganda yaxshi tuxum tashlashi afzalligi 160 ming, 170 ming 1 gektarga tashlagan. O'sha payti bahor paytida tashlagan. Endi hozir boshqalarga nisbatan orasida sonligi, ko'raki
hosili ko'p. Bittasida nechta ko'rak hosil bo'lgan hozir? Bittasida hozir 29 ta. Bitta 29 ta demak ko'rak. Ana shundan endi nechtasi ochilgan hozir? 18 tasi ochilgan. 18 ta. Demak, yarmidan ko'pi ochilgan hozir. 60% ochilgan. 60% ochilgan. Lekin hali sizlar definitsiya qilmadinglar. Yo'q, hali deportatsiya qilmadik. Yerda haydamasdan to'g'ri ekilgan bu. Saralkadan, texnika pulidan ekonom qildik. Gektariga 2 millionga yaqin. Mana yerga ishlov bermasdan ekish texnologiyasini kelajagi qanday deb o'ylaysan? Bu narsani men bu yil birinchi ko'rib turishim. Aha. Zo'r bu, men bunaqangi hosildorlik kutmagandim to'g'risi. Misol hozir yonimdagi fermerlar, bu qo'shni fermerlar o'zi ko'rib turibdi hosilni. Uji mana shu texnologiya o'tmoqchilar. 50 gektar paxta ekkan bo'lsak, 100 million so'm biz shuni o'zidan iqtisod qilyapmiz biz. Bu paxtada ko'pincha dalaga suv bermayincha ochilmasdi. Hali bitta suv berdik. Mana 60% ochilgan. O'zi avval 4 marta sug'orardik paxtani. Demak 3 marta suvni iqtisod qilib qoldingiz. O'zbek fermerlarining asosiy yutuqlaridan biri qurg'oqchilikka chidamli navlar urug'larini tanlaganligidandir. Shahrisabz tumanida yashovchi Mirobid aka urug' tozalash jarayonini nazorat qilmoqda. Bu mobil urug' tozalash uskunasi bir mavsumda 300 tonna qurg'oqchilikka chidamli navlar urug'larini tozalash imkonini beradi. Mirobid aka nafaqat tuproqni himoya qiluvchi va resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etmoqda, balki ushbu texnologiyani mahalliy sharoitga aynan sug'oriladigan maydonlar uchun moslashtirmoqda. Bu yerda mahalliy sharoitda yaxshi hosil beradigan ekin navlari tanlanadi. Ushbu urug'lar o'ziga xos sharoitda yaxshi hosil berishni ta'minlovchi genlarni o'zida saqlaydi. 2024-yil iyun oyida FAOdan bug'doy saralash, tozalash uskunasini olib kelgandik. Bu uskuna juda fermerlar uchun bizlar uchun qulay. Buni o'zini olib boramiz, 100-200 tonna o'sha joyda tozalab ishlab ketaveramiz. Soatiga где-то o'rtacha 7-8 1 tonnadir. Bu degani 24 soatdan, 4 soatdan teniga dam bersak, 20 soatga 20 tonna, 18 tonna tozalaymiz deganimiz. Moshni tozalaymiz, no'xatni tozalaymiz, simichkalarni tozalaymiz. Mana arpa, makka jo'xori, universal 5 ta 6 ta ekin turini tozalaymiz. Mana hozir biz 1 tonna g'allani oladigan bo'lsak, ko'p fermerlar tushunmaydi-da, g'allam yetmay qoldi yo u deydi-da, o'zini xohlagan joydan bug'doyni olib sepa. Lekin mana biz hozir buni oladigan bo'lsak, 1 tonna bug'doydan boringki 10%, 20% gadir uni xaslari, sechkalari chiqib ketadi, u yaroqsiz u. Fermer o'ylaydiki, men 200 kilodan sepolman yo 250 kilodan sepolman deydi. U adashadi. 250 kiloning ichiga 50 kilosi yaroqsiz turibdi, yoki 30 kilo turibdi. Urug' qancha to'liq toza bo'lsa, saralangan bo'lsa, uni uchanligi baquvvat bo'lib, o'sha yerdan oziqani tez o'zlashtiradi. O'tgan yili shuni ekib 60-65 sentr olgan bo'lsak, mana hozir 80-85 o'zi bug'doy o'zi aytib turibdi. Mana buni o'saman degancha makkanimday bo'laydi-da. Yangi texnologiya bo'yicha urug'larni ekish uslubi butun O'zbekiston bo'yicha tatbiq etilmoqda. Iyunda bug'doy yig'ishtirib olingan Buxoro tumanilik fermer Faxriddin Zaripov makka jo'xorini to'g'ridan-to'g'ri ekish orqali ekmoqda. Bunda yer haydash va boshqa yerni tayyorlash tadbirlari qo'llanilmaydi. Bir yilda bir daladan 2 marta hosil olish ushbu tuproqni himoya qiluvchi va resurs tejovchi texnologiyani yana bir ustunligi bo'lib hisoblanadi. FAOni loyihasi bo'yicha bir 3 yildan buyon ish olib boryapmiz. Birinchi yili bir 5 gektar joyga sinab ko'rdik, ekdik. Mana o'tgan yili bir 20-30 gektar joyga ekdik. Bu yil ham bir 40-50 gektar joyga o'zimiz fermer xo'jaligi. Faqat urug', unga ham xuddi o'shanday, xohlasa gibrid urug'dan eksin, xohlasa o'zimizni eski jaydari urug'dan eksa ham hech qanday nimasi yo'q buni. Bundan keyin kultivatsiya qilinmaydi. Buni bitta yaxshi joyi hozir, agar o'zini o'g'it beradigan disklari ham bor, moslamasi bor. Agar gektariga bo'lsa 150 kilo, bo'lmasa 100 kilo bo'lsa ham amafos bilan bir 20-30 kilo kalli qo'shib eksak agar, shu unib chiqayotgan jarayonda 5 kundan keyin oziqlanish boshlaydi. Chirindilar hammasi ana shu samon qoldiqlari hammasi birinchi suvdan keyin, hozir ham xuddi shunday bo'lgan. Birinchi suvdan keyin
muncha hosil qilib o'zi tabiiy o'g'it bo'lib, yana buni nam saqlashga ham, tuzlarni ko'tarishga ham hammasini oldini oladi. Bedeksid azot tugunakchalari bor, havodan olib yerni yaxshilaydi. Mosh eksak ham xuddi shunday bo'ladi. Bu narsani ikkinchi hosilni ham olib turib, 3-4 yildan keyin buni sifatini yerni o'sha bedda ekkan yeringizdan ham yaxshi bo'ladi. Bu narsani nima uchun shudgor qilmasdan ekamiz deyapmiz? Yerga sug'orilgan suvimiz 40 santimetrgacha shudgor qilindiki, 20 kunga suvga keladi. Bu usulda ekkanimiz 1 oyda ham suvga kelmaydi, 40 kunda ham suvga kelmaydi. Mana shu keyinchalik suv tanqischilik bo'lsa ham, ikkita suv bilan aytgan o'sha hosilimizni yuqori hosilni olib bilamiz bunga. Bu undan yengil sug'oriladi, 3 marta kam suv talab qilinadi. Shu orqali iqlimga 100% moslashib ketadi. Oxirgi o'rish jarayonida ham xuddi shu dalaga kelib, ana kuni bilan 90 kun, 95 kunga yig'ishtirib olib, yana bundan keyin boshoqli donni bug'doy bo'ladimi, arpa bo'ladimi, ozuqa bo'lib boshoqli donlarni ekib, yana unib chiqaradi. Bir muddat o'tgach, Faxriddin Zaripovning mehnatlari tufayli Makka jo'xorini hosili juda yaxshi bo'ldi. Bunda haydov va boshqa bir qancha ishlov berish usullari kamaytirildi. Uning foydasi gektariga 40% ga oshdi. Faxriddinning yutuqlari intensiv qishloq xo'jaligida yangi usulni ahamiyatini ko'rsatadi. Qaysi kim kam resurs sarflab, ko'proq hosil olishni ta'minlaydi. Shuningdek, atrof muhitni himoya qiladi. Bu mana shu yerimizda 90 ming tup ko'chada ekilgan. Hozir zishligidan ko'rinib turibdi. Xo'sh, bu 80 ming tup qolgan taqdirda ham Xudo xolasa bu 75-80 tonna hosil olamiz silos. 1 gektar 75-80 tonna beradi. Pishib yetilganda o'sha dumbul fazasida aynan o'sha silosga o'riladigan payti o'sha kombayn o'radigan qismini olib hisoblagan taqdirda ham 1 kilo 200, 1 kilo 100 gram chiqadi. 80 ming tupi endi bu aytganda 90 tonna bo'ladigan bo'lsa, baribir yerga ham qoladi, yer atroflari bor, boshqasi bor, o'shalarni qoldirib hisoblasak ham 80 tonna bemalol olib bilamiz deb aytib bilamiz biz. Olib yuribmiz. Yangi texnologiyalarni qo'llash bilan birga O'zbekistonda fermerlar va olimlar tomonidan degradatsiyaga uchragan yaylovlarni tiklash ishlari katta maydonlarda amalga oshirilmoqda. Yaylovlar degradatsiyasiga qarshi kurashish jadal kechayotganligi qush uchish balandligidan qaralganda ancha o'zgarishlar bo'layotganini ko'rish mumkin. FAO Kasilm 2 loyihasi doirasida o'rab olingan 55 gektar degradatsiyaga uchragan yaylovda qurg'oqchilikka chidamli yem-xashak o'simliklar ekilgan. Bu o'simliklar ko'p suv talab qilmaydi va mayda qorako'l qo'ylarni sifatli ozuqa bilan ta'minlaydi. Eng ko'p oqsil moddasi saqlanadi. Shuning uchun qo'y qishda buni yaxshi yeydi namlangandan keyin. Ozginagina kepak sepib bersangiz agar 3 oyga semirtiradigan qo'yingiz 1 oyda semiradida. Eng muhimi, bu yerda ekosistema tiklanmoqda. Hasharotlar va kichik jonivorlar sifatida hayot jonlanmoqda. O'simlik ildizlari tuproqda mustahkam o'rnashib, tuproq eroziyasini oldini oladi. Turli o'simliklar agrofitotsinoz jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu alpag'ona, bahorgi barra o'tlar. Mana shunday o'simliklardan bu yerda 12 xil o'simlik ekkan edik. Bitta variantini ekkandim men, Gumomax ishlatib chogonga ishlatgandik. Haqiqatan ham chogonni urug'ini Gumomax bilan ishlov berib suspenziya qilib urug'ni ekkanimizda ham urug' sifati palnasenus 78% ni tashkil qilgan edi. Tabiatda bular 30-35 dan oshmaydi. Yana ikkinchi variantini ham biz qilib ko'rdik urug'chilikda. Gullash oldidan suspenziya ozuqa yer ustidan qilib Gumomax bilan ishlov berdik. Keyin mana bu otalanib sekinlik bilan yon tomondan qanotchalar hosil qiladi. Yana parashyut yana tarqalish uchun eng asosiy vosita qanotchalar salgina shakllangan paytda agar ishlov bersangiz, yana urug' 90% gacha sifatli va har bir urug'ning diametri mana bu ona o'simlikdan olgan diametriga nisbatan 2 mm, 3 cm kattalashganini ko'rsatyapti. Ya'ni urug'ning sifatini oshganligi shundan ham bilib bilish mumkin. Yirik urug' bo'ladi, ya'ni undan keyin
zarodishni olib ko'rsangiz agar, zarodish ham nisbatan katta ham uzun. Bir agar 0,8-1 millimetrni tashkil qilgan bo'lsa, urug'lik paytida biz ishlov berganimizdan keyin 1.8-2 millimetrgacha uzunligi oshganligini ko'ramiz murtakda. Qorako'l qo'yini yaxshi rivojlanib o'sishi uchun, yaxshi egiz qo'zilar berish uchun qishda, yozda, yilning 4 faslida mustahkam organizm bo'lishi uchun kamida 20-30 xil cho'l o'simliklari turlari bo'lgan taqdirdagina u qo'ylar yaxshi yashaydi. Yaxshi rivojlanadi, yaxshi avlod beradi. Shu nuqtai nazardan buni biz qo'shimcha ravishda qishki qiyinchiliklar sodir bo'lganda buni qo'yishda foydalanadi. Bahorga bu yana katta daraxtlar. Urug'chilik bu asosiy yo'nalish bo'lsa, lekin mana bu agrofitosenozda hosil bo'lishi eng katta yutuq bo'ladi. Xorazm viloyatida sholi yetishtirish tajribasi asrlar davomida avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Lekin hozirgi kunda bu yerda ham yangi usullar qo'llanilmoqda. Ilgarigi fermerlar bu usulni ko'rib hayratlangan bo'lardilar. Bu yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi odatdagi usulga nisbatan 60% kam suv sarflaydi. Hozirgi kunda sholi darajada ekish jarayonlari olib bormoqda. Bu yerda yuqori sifatli sholi navlari ko'chatlari yetishtiriladi va ortiqcha ko'chatlar boshqa fermerlarga sotiladi. Yomg'irlatib sug'orish uskunasi yordamida sholi ko'chatini yetishtirish bo'yicha o'tgan yili mana shu Tamarqada birinchi marta tajriba ishlari olib qoldi. 15 million so'mlik ko'chat sotilgan. O'tgan yilga nisbatan bu ham birinchi ko'chatini sotib, orqasidan o'ziga yana ko'chat qilib, yana qancha hosil oldingiz bu yerdan? 1 tonna sholi olingan. 80 sentnerdan sholi bergan. Demak, bugungi kunda respublikamizda suv tanqischiligi ro'y berayotgan muammoli vaziyatda keyingi bosqichda mana shu texnologiyalardan foydalanishni davrning o'zi taqozo qilmoqda. Erta bahorda, ya'ni aprel oyining 2-dekadasidan keyin suv tanqischiligi sababli sholi ko'chatini ekish imkoniyati bo'lmaydi. Mana shunaqa paytlarda artezan quduqlar orqali sholi ko'chatini yetishtirish imkoniyati faqatgina mana shu yomg'irlatib sug'orish uskunalari yordamidagina amalga oshirilishini mana shu dalamizning o'zida guvoh bo'lishimiz mumkin. Bundan tashqari, bu dala bilan bu dalaning farqi mana shu yerda yaqqol ko'rinyapti. Hosilni ham vaqtli olayapti. Hosildorlik ham yuqori bo'layapti. Hamda bitta dalaning o'zidan 2 marta samaradorlik ko'rsatkichiga ega bo'lgan hosil olinyapti desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Xorazm viloyatida fermerlar suv tejamkor usullarni qo'llab, sholi yetishtirishda peshqadamlik qilishmoqda. Suv tanqisligi bo'lishiga qaramasdan, ular hali ham sholi yetishtirishmoqda. Shuningdek, bu yerda boshqa ekinlar ham yetishtirilmoqda. Atrofimizdagi tomorqa xo'jalik egalari ekish texnologiyasini, yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini afzalliklarini bilganligi sababli ikkita mana shu dalada bu yil mana bundan tashqari yana ikkita, ya'ni jami 3 ta yomg'irlatib sug'orish uskunasi yordamida ko'chat yetishtirildi. Bu texnologiyaning afzallik taraflaridan bittasi bu umumiy sholi ko'chatini yetishtirish uchun sarflanadigan suvlarni 30% gacha iqtisod qiladi. Ushbu texnologiyalar qo'llanilgach, sholi hosildorligi an'anaviy usullarni qo'llaydigan qo'shni fermerlarga nisbatan 20% ga yuqori bo'ldi. Eng muhimi, kam suv sarflandi va tejalgan suv bilan boshqa ekinlar yetishtirish imkoni bor. Shimoliy Qoraqalpog'istonda qishloq odamlari yerni unumdorligini oshirish uchun biogumus tayyorlamoqda. Oziq-ovqat qoldiqlari,
chorva chiqindilari va qishloq xo'jaligi ekinlari qoldiqlari yomg'ir chuvalchanglari uchun oziqa bo'lib, 3 oy davomida vermikompost tayyorlanadi. Bu o'g'it kimyoviy o'g'itdan ancha sifatli bo'lib, o'simlik yaxshi o'sadi va tuproq uzoq yillar davomida sog'lom bo'ladi. Biogumus tuproq unumdorligini oshirib, o'simlik rivojiga ijobiy ta'sir qiladi. Bu biogumus bilan shug'ullanganimizga mana 3 yil bo'ldi. 2022-yili biz boshlaganmiz. O'zimizdan ortganini o'zimiz sotamiz. Mana bu yilga 4 tonnani oshiqroq sotdim. Mana endi xudo xolasa bu joydan hozir 3 tonnaga qo'yib qo'yibmiz. Bu tarafda ham bor, mana aka. Tarafda ham bor, tarafda da bor. Jami 100 kvadrat metr yer hozir chuvalchangimiz bor. Hali aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda agrar sohada o'zgarishlar jarayoni ketmoqda. Uning asosiy maqsadi tabiiy resurslardan oqilona va ehtiyotkorona foydalanish hamda ekotizimni tiklashdir. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar yordamida yig'ilgan aniq, dolzarb va ishonchli ma'lumotlar fermerlarga yetkazilmoqda. Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot institutida mutaxassislar hamda yosh olimlar yangi raqamli uskunalarda ishlashni tezda o'zlashtirib, sun'iy intellekt yordamida natijalarni tahlil qilishmoqda. Endilikda ular respublika bo'ylab barcha fermerlarga dalaga oid umumiy ma'lumotlarni tez va qulay usullarda taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Geoaxborot texnologiyalari GIS laboratoriyasi taqdim qilindi va mana shu laboratoriya yordamida tuproqlardagi jarayonlarni raqamlashtirishga katta e'tibor berilyapti. Bundan tashqari mana keyingi 2 yillikda FAO bilan hamkorlikda 4 ta loyihada ishtirok etyapmiz. Tuproq degradatsiyasi masalalari yoki kam ishlov berish texnologiyalari, umuman yerlarimizni, tuproqlarimizni asrash bo'yicha xalqaro tajribalarni bevosita biz o'sha bugun xalqaro ekspertlar bilan birgalikda respublikamiz sharoitlariga moslab shu jarayonlarni hududlarga tatbiq qilyapmiz. Institutimizda so'nggi yillarda GIS laboratoriyasi yordamida 2,5 mingdan ortiq tuproq sifatini baholovchi xaritalar, 1000 dan ortiq tuproq sho'rlanish kartogrammalari, 7,5 mingdan ortiq agrokimyoviy kartogrammalar, 150 dan ortiq tuproqlarning ekologik holatini baholash kartalari ishlab chiqilgan. Ushbu raqamli kartalarimiz qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanuvchilar uchun tuproq holatini o'rganish, tuproqlarni sifat baholash, mineral o'g'itlardan samarali foydalanish va meliorativ holatini yaxshilash hamda yerlardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratib bergan. Hamma narsaning boshlanishi tuproqdan. Sog'lom tuproqsiz oziq-ovqat ham, mustahkam taraqqiyot ham, xavfsiz kelajak ham bo'lmaydi. Zamin fondi faoliyatini boshlagan paytdanoq tabiiy resurslarni muhofaza qilish, qayta tiklashga alohida e'tibor qaratmoqda. Chunki aynan ular oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim barqarorligi va inson farovonligining poydevorini tashkil etadi. Biz resurslarni tejaydigan texnologiyalarni targ'ib qilish, agrobioxilma-xillikni saqlash va barqaror ko'kalamzorlashtirishni rivojlantirish maqsadida xalqaro hamkorlar, fermerlar, yoshlar va tadqiqotchilar bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Albatta, ta'lim va yoshlarni jalb qilishga alohida e'tibor qaratiladi. Yerdan oqilona va mas'uliyatli foydalanish dasturlari, faol insonlarni birlashtiruvchi platformalar orqali bilimlarni real harakatga aylantiramiz. Yerni asrash hayotni asrashdir. Qashqadaryoning g'alla maydonlaridan Xorazmning sholizorlarigacha, Buxoro yaylovlaridan Qoraqalpog'istonning hovlilarigacha butun respublika bo'ylab qishloq xo'jaligida uzluksiz o'zgarishlar kechmoqda. Yillar davomida e'tibor berilmagan tuproqlar yana asl holiga qaytmoqda. Har bir fermer, har bir oila tuproqni himoya qiluvchi va resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish, suv tejovchi texnologiyalarni tatbiq qilish, yaylovlarni holatini yaxshilash, tuproqlarni tahlil qilishda sun'iy ongni qo'llash va biogumusni ishlab chiqarish orqali tuproqni jonlantirishga intilmoqda. O'zbekiston kelajakni kutmayapti. Uni yaratmoqda. Yomg'ir suvlari yig'ilmoqda. Tuproq unumdorligi bosqichma-bosqich tiklanmoqda. Har bir mavsum tuproqqa hayot qaytarilmoqda. Bugun bolalar yugurib yurgan dala, ertaga bizning mehnatimiz.
tuproqni asrab, unumdorligini oshirib, kelajakka berganimizning guvohi bo'ladi. Tuproq uni tinglay oladiganlar bilan so'zlashadi. Bugun tuproqning taqdiri bizning qo'limizda.